Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada sıragacırız, Washington'da sözdeyimiz. Bugün çislağ 2023 yıl 12. ayının 27. günü haftiga. Çarşamba vatandaş. Bugünkü vaziyetimizden eysak, Tayvan'daki saylan meselesi bunun da Cumhur Kompartiyası'nın ciddilişip kalgalığı vatandaş. Onun keyin yana bir vaziyetimiz nima deseniz, bu vaziyette Ukrayna Rusya'nın Krimiyadagi quruqliq chiqib jang qilguvchi bir parxodini bombardiman qildi va uni kerakdan chiqaribdi vatandaş. Şundaqla Rusiyami o'xshashla qaysi bir o'rinda hozir Ukraynaning sharqi tarafidagi o'lkasida Malinka degan yerni Ukrayna armiyasining qo'lidan tortib olib, hozir u yerda Rossiya Federatsiyasining bayrog'ini chiqardi vatandaş. Ondan keyin Ukrayna hozir 2 kunda xabarda vatanparvar belgilik raketani ishlatib, Rossiyaning Su-34 belgilik aeroplanidan 3 ne urib tushirdi vatandaş. Hozir Ukrayna Rossiya o'rtasidagi urush bir shiddatli jarayonga kirgandek. Masalan, Rossiya hujum qilyotdi, Ukrayna hujum qilyotdi. Onda yana bir xabarda tungillatin Rossiyaning 50 dona harbiy mashinasi Ukrayna armiyasi tarafidan pachoqlandi vatandaş. Ila kirishmayjam. Sen birini qil, men birini qilay degandek holatda hozir Rossiya qanday kuchayib qoldi, buni ko'rgili bo'lmaydi. Biroq Ukrayna hech qachon kayniga yong'ini yo'q. Hozirgi Ukrayna vaziyatiga doir uchurlarimiz shu vatandaş. Ondan keyin F-18 belgilik kurash aeroplan Amerikaning havo matkisidan hujumga o'tib, o'q uzib, Qizil dengizda urush qildi. Mavzuli xabar 12. ayning 26. kuni Vanvet orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika qo'mondonlik organi raketa seplangan qo'g'lig'uchi parxod va Eisenhower belgilik avtomatika va buningga seplangan A-18 belgilik darajadan tashqari hara belgilik kurash aeroplan qo'l tutishib 26. kuni haftaning 2. kuni 10 necha dona odamsiz aeroplan va raketani urib tushirdi. Bular Yemen Yoshlar Tashkiloti, Yoshlar harakati tashkilotining aeroplanlari yoki odamsiz aeroplani, shundaqla raketa. Bunda hozir Qizil dengizga Amerika rasmiy harbiy harakat qo'llandi degan gap vatandaş. Bunun nisbeten İran'ın inkası qandaq bo'ladi. Bu yerda Vosniy qurolliqlari, Yemen Yoshlar harakati tashkiloti deganlarning hammasi İran'ın himayati ostidagi tashkilotlar ekan vatandaş. Hozir bu to'g'rida İran taqa bir narsa demadi oshkora, biroq Amerika Qo'shma Shtatlar hukumatining armiyasi, dengiz armiyasi hozir Yemenning Yoshlar harakati tashkilotining hujumiga yoki boshqa qurolliqlarga zarb berdi vatandoshim. Yuqorqi xabarlardagi vaziyatdaylar qanda o'zimizning fikriga kelsak endi Jungoning ahvoli. Hozir bugungi bir xabarda vatandoshim shundoq deyildi, hozir Shanxayda paravalliqqa yoki ijtimoiy paravalliqqa qoldirilgan pul shuni kishilarning qo'liga xajlashga berib, yo'q 10 ko'yim, 20 ko'yim bilgili olmaydi deyli buni. Shanxayda asos jihatdan tarqitib beradigan maosh to'xtagan gap vatandosh. Bu ish hayron qilish agar rostli bo'ladigan bo'lsa, uning ustiga yana hozir Jungo xalqining fuqarolarining Jungoda bankida amonat qo'ygan pulining sonini nima dedi? Deseniz 20 trilyon atrofida.
20 trilyon atrapıda, 20 trilyon atrapıda bankada amanet koygan pullar Cungo Kompartiyası toңlatты деген. Bunun degeni puralarning bankada koygan amanetini puralar alımen dese puralar qaytırış bu yak tutursun, ulanın koluğu pul biriş bu yak tutursun. Hazır Kompartiya hakimiyeti bu pulunu toңlatты. Siz biz hazırgıcı yaşap geldik dünyada şundaqmış vama vatandaş. Bir devlet özünün puralarının bankada amanet koygan pulunu toңlatты degen gep, devletinin hazinesi pul kalmadı degen gep mi? Ve yaki puralar koygan amanet pulunu toңlatıp, puralarını parakende kılış mı? Ve yaki nime? Bunun neticesinin yaki nime buluşuna nime kelligini etip bagilip olmaydı hazır. Bunu Kompartiya kılıp atılıq vatandaş. Anda yana bir alamet vaziyet Cungo'ya münasebetlik muşu işki üç gün içinde mesela bunu Suşakı efendi etti. Üç katımı merkezi komitet derecelik yığın çakırgan gibi vatandaşım. Bu yığını arkadan çakırışı bırak partiyanın 13. nöbetlik var. Keçirimler. 3. nöbetlik 20. kurultayının 3. nöbetlik umum yığını çakır almağanlığı bırak kısa yığınlarını eçip durğanlığı bu elbette hakimiyet içindeki bir xil tinimsizlik yoki bir parakandichilikka bağlıq bir iş bolup qoladi vatandaşa. Hazır bu 2 kunlik yığında ta'kidlangan narsa nima deseniz, biri bir tutaş rahbarlikni markazlashtirish. Bu burun Cungo Kompartiyasida o'ttirg'i chiqmagan bir hukum edi. Burunqi hukum nima edi deseniz, demokratik merkezleştiriş. Bu Cungo Kompartiyasının nazariyevi prensibi ve hakimiyet başkuruş prensibiydi. Hazır bu demokratik merkezleştirişim yani okşaşlı o'ttirg'i çıkan gep, lekin bir tutaş rahbarlikni merkezleştiriş. Demek bunun manisi Cungo memleketideki barlık hukuk sahasidagi hukukning hammasini birli Xi Jinpingning qo'liga merkezleştiriş degan. Yani bir yerdeki demokratik prensibiyet, demokratik merkezleştiriş degan söz aslında bu Lenin Stalin devrideki Lenin'in nazariyesiydi vatandaş. Bunun manisi oltağan yığınga kelgen ketkenler öz ara fikir kılış, keng kuşadı fikir kılış bu demokratiya. Lekin rehber boğan kişi bunu merkezleştirip özünün gepine kılış degan. Hazır bularni rahbarlikni ta'kidlayotganligi ihtiyoç tushib qoldi. Jamiyat tunugin dedik-ku, jamiyat ishonchdan ayrildi, kontrollikdan chiqib ketdi. Boshqarish iqtidori tugadi dedik-ku. Bugun endi buni ta'kidladi degan gap, tunugunki ko'z qarash fikrini bugun isbotladi degan gap. Kontrollikdan chiqib ketganda demokratik markazlashishni ta'kidlayotdi. İktidar ve kontrolluk, rehberlik hukuku yetmegende ya gücü yetmegende hazır bir tutaş rehberlikin ta'kidlayotdi. Bu Cungo'nun növbetdagi vaziyeti desiniz. Buradaki aralıkta mesela 22. gün 12. ayda Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden 2024 yillik davlat mudofaasiga huquq berish qonun loyihasiga imzo qo'yib, unda rasmiy qonunga aylantirgandan keyin 26 kuni Cungo hukumatining Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Mo'ning xonim Amerikani qattiq tanqidlab, bu Cungo'ning ichki ishiga qo'pollik bilan aralashganlik dedi. Bunun sebebi nima desiniz? Arlıqda biz onunda ayrım bir mazmunni asli Xitoy torbetlari tarjima qilinmagan, lekin yani shundaqlar tuyuqsiz kelib qolgan bir mazmunni masalan hozirgi dunyoda tahdid desa butun dunyoga, hatta Amerikalar emas, tahdid desa dushman kuchlar desa Cungo, Hong Kong, Oman, Makao. Mushu 3 rayon hozir dushman kuch yoki demokratik ellarga qarshi düşman kuch yoki Amerika bilan bo'layotgan munosabatlarda ham düşman kuch. Qanday tasavvurlasangiz bo'laydi. Chunki imzo qo'yildi, bu qonunga aylanib qoldi Amerikada vatandoshim.
aşı doğruda hazır onun tepsili eğizge almay bayanatçı mağının fakat neme dedisi Cungo'nun içki işleri arlaşkanlık. Deple gösterdi vatandaş. Andi yana bir gap nime deseniz andi saylam, azı saylam birinci ayının 13. günü Tayvan'da ötküzüldüğün saylam birinci ayının 13. günü başlandı iken belki şu günüla ahırlışı mümkün. Azı şunun ciddi teyyarlık ketivatı deseniz növbette aldın Katar'da ketivatkan partiye Tayvan Demokratiya Terakkiyat Partisi'nin Prezidentin mavun yoki mavun prezident Leyçingdi. Anda o kişiga hamroh olup mavun prezident nomzod bo'lib o'tirg'i chiqqan so'm için Amerikada Tayvan Aloq komitetida xizmat ishlagan sobiq Aloq komitetining boshlig'i bo'lgan so'm için bular hozir oldida ketyapti, biroq kaynidan yana Gomindan agishib kelyapti. Aralıkta şu haberlerde mesela San Francisco sohbeti jarayonida Prezident Joe Biden Reis Xi Jinping'e şundak degen eken. Tayvan'daki saylamga aralashma degen eken. Bu matbuat chiqqan gap edi vatandaş. Biroq hozir Xi Jinping vataniga qaytgandan keyin aralashish bu yoqda bo'lsin. Mesela aralashma deganda o'zi aralashmasin bir gap. Asli Yette daimi hayatın birisi Wang Ho'nun Tayvan işleriga mas'ul qilingandan şu aralashi kerak. Bu qadam Reis Xi Jinping o'zimi aralashdi. Mana bugunlik ko'rdim malaqa. TikTok deganga chiqibdi taqa. Bak oddiy o'ranga tushib qolibdi-ku bu reis. TikTok deganga chiqib nima deydi desa Tayvan fuqarolari biletni saylam biletini Gomindanga tashlanglar. Demak Demokratiya Terakkiyat Partisi'nin namzodi Leyçingdagi emas, Gomindan'ın namzodiga tashlanglar debdi. Bu yerda Gomindan bilan Gongchandang Jungo Qoraqalpaqdagi ikki chong partiya, birisi aksi, birisi uksi. Animada aytganda Kompartiya uksi bo'lish kerak, biroq o Jungo butun quruqligiga hukmronlik qilayotgandiki, endi aka bo'lib Gomindanni uki o'rniga tushirib qo'ydimi deyli. Hazır sen saylamga aralashma degan turg'uloq Prezident Joe Biden Reis Xi Jinping o'zi o'tirg'i chiqib Tayvan fuqarolari biletni sizlar Gomindanga tashlanglar degani bu oshkor aralashganlik oldu vatandaş. Uning ustiga hozir bu Tayvandagi saylamga ham Amerika taraf qiziqyotdi, ham Yaponiya taraf qiziqyotdi. Hem elbette Jungo taraf ciddileşiyordu. Bir yerde nemiz sırrı var, onu bilgili olmaydı. Tayvanlikning şuarı o'xshashdi. Burungi şuar qanday olsa, hozirgi şuarı shunday hozirgi holatni saqlash. Tayvan mustaqil, allaqachon mustaqil. Junho Mingo Tayvanda. Bu bir söz. Hozirgi holatni saqlash yoki mustaqil bo'lmaslik va yoki birlashib Jungoga qo'shilib ketmaslik degandek. Bu gaplar talay tekrarlanıp keldik, tekrarlaydık. Her qatim saylamda tekrarlanıgan gaplar var. Muşundaq turg'uluq Jungo hükümeti nemiş ki ciddilişi bunun tegini sırrına taz bilgili bo'lmadi vatandaş. Endi hozir saylam shundoq ketayotganda bu yerda hozir Jungoluqlar cho'chiyotgan. Balki shu nazarga olganda yoki nazarga olmaganda bir og'iz gap. Bu Leyçingde ezelden o'zining ko'z qarashi va siyosiy tashabbusini yo'shirmagan adam ekan. Bu Tayvan mustaqilligi degan so'zlarni o'zining tarjimahol tarixidan bir qancha qatim og'izga olgan ekan. Shu narsalarni ko'rib Jungo cho'chiyotganda buni bilgili bo'lmaydi. Anda Amerika tarafdan ansirishimi hozir Tayvanda masalan kim saylansin, bular keyin Jungo tarafga yuzlanib ketadigan ish bo'lamdi deydigan ansirash Amerika tarafdan bor ekan. Biroq bu qatim Leyçingda nima dedi? Bir jumla so'z buning og'zidan chiqib ketdi. Qayta takrorlamadi, lekin og'zidan chiqib ketdi. Nima dedi? Tayvan biz dunyoga yuzlanamiz. Bu chataq gap vatandaş. Jonan xeyni asirtadigan Reis Xi Jinpingni cho'chitadigan bir gap. Shundaqlanda g'arb dunyosi demokratik lagerning davlat arboblarimi buningga sal qarg'ili bo'lmaydi. Bu shu gapki sal qarg'ili bo'lmaydi. Masalan, biz dediki Tayvan dunyoga yuzlanamiz.
Yani bu çatak gap. Şunun için fırlavatamda Cungo bunu bilgili olmaydı. Cungoluk bunun korkuduğun yoki cho'chiydigan hech qanday ish yo'q. Masalan, Tayvanning yuqorida aytgan shoir var, shu shoirlarning o'zida takrorlanib turadigan gap. Saylan bo'lsa, yana shu bo'lmasmi, yana shu. Hozir nemishqa Gomindangni qo'llaysan, oshkor o'tirib chiqdi degan gap. Masalan, Wang Huning hozir buning rahbarlik qildi Tayvan xizmatiga. Hozir bir kitap e'lon qilinibdi. Uni shu tavning programmasi badi. Bir hafta burun bergan xabar ekan. Kitapning mavzusi nima ekan desa, Amerika Germaniya yengib oldi. Ya'ni Tayvan masalasi to'g'risida Amerika Germaniya yengib oldi. Amerika hozir javob davlat, endi bu yerda Germaniyaning qo'shilib qolganiga men kichkina hayron bo'ldim. Tayvan masalasida vatandosh Tayvan masalasi bo'yicha hozir saylan bo'lsin, oldimizga ishga shul ishidagi berish kelishlardan bo'lsin, Tayvan yoki Amerika Germaniya yengib oldi. Bu gapning ma'nosini to'g'ri tushungan bo'lmasimi? Lekin shuna bir kitob e'lon qilinibdi, Tayvanda hanuzcha Xitoycha ekan, Xitoycha ekan. Buning ma'nosi nima ekanligini keyinchalik ko'ramiz. Endi Tayvanda 1-oyning 13 kuni bilet tashlaydi, saylan bo'ladi. Bu saylanda hozir Gomindangmi tushdi deyli. Endi bu saylanga nomzod Laychingda Demokratiya Taraqqiyot partiyasining nomzodimi tushdi deyli. Endi shu saylanning natijasidan keyin Jungo hukumati bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining o'rtasida yana bir qatimliq surkilish yoki Jungo hukumati ranjiydigan, bu ishni sen qilding Amerika deydigan bir xil ranjish xarakterlik surkilish yuz berdi qanday. Buni oldimizda ko'ramiz 1-oyning 13 kuni. Bugun sizlarga so'zlaydigan leksiyalarimiz mana shu vatandoshlar.